11-mayga ham sanoqli vaqt qoldi do'stlar. Assalomu alaykum. Xullas, sizlardan bitta narsa iltimos qilmoqchiman. Shunchaki duolaringizda meni g'alabamni so'rab beringlar, iltimos sizlardan. Shunchaki qo'llaringizni har doim ominga ochganda meni nomim bilan iltimos sizlardan. Duolaringizga qo'shib meni g'alabamni so'rab beringlar. Chiroyli g'alaba qilib, bitta yaxshi niyat qilganman. G'alabamni birinchi son uchun atamoqchiman. Juda ham yaqinim, qirolim, tog'im, otam uchun. Xudo xolasa inshaalloh chiroyli g'alaba qilib, otajonimga mana shu g'alabamni nima desam bo'ladi, sovg'a qilmoqchiman. Har qo'llar duoga ochganda meni ismimni aytinglar, shu g'alabamni so'rab beringlar. Jonlaringiz sog' bo'lsin, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Hammamiz oilamiz doimo tinch bo'lsin. O'zbekiston olg'a, to'lga gaz.